Vaqf Allohning mulki. Misqol zarracha yaxshilik qilgan odam albatta qiyomat kuni ajrini oladi deydilar. Kim bir birodarini mushkulini oson qilishlik uchun bir qadam bossa, Alloh taolo o'sha bandasini mushkullarini o'zi oson qilib qo'yadi, o'zi bitirib qo'yadi, garchi u kirishmasa ham. Farzandlarim otasiz katta bo'lyapti. Bular ham otasi bor farzandlar kabi yaxshi narsa yeyishga haqli, bularga bir narsa olib berishim kerak deb o'tirgan onalarimiz bor. Qiyomatda so'rashingiz mumkin bemalol. Assalomu alaykum, aziz saxovatpesha xalqim, aziz yurtdoshlar. Aziz yetimlarni xush ko'radigan payg'ambarimiz alayhissalom aytganlaridek, kim yetimni boshini silasa, jannatda men bilan mana bunday bo'ladi degan odamlar. Salomatmisizlar? Kunlarimiz, tunlarimiz xayrli bo'lsin. Mana alhamdulillah 2026-yil Ramazon oyining xayriyasini boshlaganmiz. Saxovatpesha xalqimiz, saxiy boylar, tadbirkorlar hamda o'zlari muhtoj bo'lsa-da 5000 so'mdir, 10000 so'm pulini qizg'onmagan yurtdoshlarimizni himmatlariga barpo bo'lgan mana bunday chiroyli oziq-ovqat mahsulotlarini ko'rib ko'zlaringiz quvonadi inshaalloh. Buni qalblarimiz taskin topadi. Zero ko'pchilik birlashib nimalarga qodir ekanligimizni yana bir bor isboti bo'ldiki, do'stlar, 100 ta xonadonga bu boshlanishi. Ramazon oyining ilk 10 kunlik dahasida turibmiz. Rahmat dahasida. Ramazon oyi bilasizlar, 3 qismdan iborat. Avvalahu rahmatun, avvali 10 kunlik rahmat, avsatahu mag'firo, o'rtasi mag'firat va axiruhu itqum minan nar, oxiri do'zaxdan najot bo'lgan oylarda turibmiz. Shunday ekan, rahmat 10 kunligini xayriyalardagi 100 ta xonadonga, kimga? Miskinga, yetimga, faqirga, nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimizni xonadoniga kirib bo'ladigan oziq-ovqat mahsulotlarini siz azizlarga ilindim. Zero bu riyo bas. Ko'ringlar, ehson qilganlar bordir oralaringda. Sizlarni tushirgan pullaring nimalarga qodir bo'lganligi. Ya'ni sizlarni tushirgan pullaringga biz nimalar xarid qildik-ku, bu xarid qilgan narsalarimiz kimlarga kirib borishini ko'zlaring bilan ko'rasizlar. Do'stlar, mana kelib ko'rsatishim mumkin. Har bitta xonadonga, 100 ta xonadonni har biriga 25 xil turdagi oziq-ovqat mahsulotlari kirib boradi inshaalloh. Bularga nimalar kiradi? So'zimni avvalida aytaman, har bitta mahsulotni eng sifatlisini, eng tozasini hamda eng mazalisini tanlab oldik. Hamda e'tibor berishda ham har birini alohida e'tiborli bilan, sinchkovlik bilan qadoqladik. Hamda har bittasini qutilarini maxsus korobkalarga solib, qadoqlab, ya'ni pechatlab degandek bekitib, o'z xonadonlariga toza holatda yetkazyapmiz. Sanitariya, epidemiya hammasiga tushadi. Do'stlar, bu xurmolarimiz 25 xil mahsulot. Aziz xalqimiz o'zlarining pishiriqliklari bilan, ozgina bo'lsa-da o'zlarining hunarlari, mana nisholda bilan va hokazo ishlab chiqarish, mana silvichniy yog'lar, maza qilib nonushtaga yeydigan. Masalan, malako, sugushonka deydi. Hamda shakar mahsuloti, grechka, 8 kilo guruch mahsuloti. Massava guruch hamda osh guruch. 2 xil turdagi makaron hamda mehmon osh tuzlariga ham alohida tashakkurimizni bildiramizki, doim xayriyalarimizda o'zlarini himmatlarini ayashmaydi. Qishloqlaringda, shaharlaringda, mahalla do'konlarida agar tuzga ehtiyoj bo'lsa, mehmon osh tuzini so'rab, shundan xarid qilsalaring, albatta bu ham yaxshi ishga sherik bo'lasiz. Choylarimiz, hilol choylari, ansor choylari hamda rizq choylarini yaxshi bilasizlar. Shu mahsulotlarni yetkazayotgan hojakalarimiz himmatlari bilan. Xo'p, 100 ta mana ko'ryapsizlar, qadoqlanyapti. Har bittasi xonadonlarga chiroyli upakovka bo'lgan holatda. Birov ochmaydi, ko'rmaydi, nazar tushmaydi, chang tushmaydi. Chiroyli holatda yetib boryapti. Bu xizmat qilayotgan do'stlarimizdan, akalarimizdan hammalardan Xudo rozi bo'lsin. Mana tasvirga olyaptilar, Sirojiddin o'zlari ham ko'rinmaydilar. Bu tasvirchilarimiz ham haqqilariga duo qilasizlar. Xo'p, keyingisi. Do'stlar, siz bilan biz xonadonimizga qanday chiroyli xarajat qiladigan bo'lsak, biz xalqimiz bilan birlashib, tadbirkorlarimiz bilan birlashib eng zo'rlarini qildik. O'zimizning xonadonga nima mahsulot olsak, xuddi shuni qildik. Ortiq bo'lsa ortiq bo'ldiki, kam bo'lmadi. Mana bu tovuq go'shti. Tovuq qanotchalari. Har bitta xonadonga qarang, qanday mazali hamda sifatli holatda. Havo harorati sovuq, bemalol bu muzdayligicha turibdi, muzligicha. Bu mana mol go'shti. Juda ham chiroyli holatda. Maxsus o'zlari mol so'ydirib, shu xayriyalarimizga ataldi, muzlatilgan yoki chet eldan kelgan go'sht bas. O'zimizni tabiiy sharoitda o'sgan, o'zimizni jaydari o'tlarda yeb katta bo'lgan
mollarni go'shti hisoblanadi. Hamda bu yerda mana kartoshka, 5 kilogramm, sabzi hamda piyoz mahsulotlari juda ham chiroyli holatda qadoqlangan. Ko'rib ko'zlaringiz quvonadi. Buni yeydigan odamlar bir oy haqqimizga xizmat qilganlarga, ehson qilganlar haqqiga duo qiladi. Duo qilmasa ham qozoni qaynab turib iftorligiga yoki saharligiga bir luqma bo'lib kirsa ham Alloh taoloning oldida yuzimiz yorug'. Hamda so'rab olishlikka arzigulik mehnatlarimiz bor inshaalloh. Xo'p, unlarimiz 5 kilogrammdan. Bu ham mana qadoqlangan holatda. Tuxum mahsulotlari ham yaxshigina kattalikda. Kichkinasidan bas eng katta turdagi tuxumlarni olib yetkazildi. Bu ham 100 ta xonadonga. Yog' mahsulotlari, Farg'ona paxta yog'i. Xudo rozi bo'lsin bunga xizmat qilganlar. Bu mana osh guruch boya aytganimizdek. Endi mana bu shunday qadoqlanyapti. Korobkaning ichida hozir ko'rdilaring. Buni alohida olib ham qo'yib montajda qo'yiladi, ko'rasizlar. Nima solingani, qanday turdagi narsalar solingani. Mana shu holatda bitta to'plam mana bitta xonadonga kiradi. Qarang qanday maza qiladi. Do'stlar, agar siz bizni ehson videolarimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lsangiz, like bosgan bo'lsangiz ham inshaalloh ajri bor. Mana shu ehson qilganlikni hisobini olasiz. Qiyomatda so'rashingiz mumkin bemalol. Alloh taolodan. Men yaxshi ishga sherik bo'lganman deb inshaalloh ajrini olaverasiz. Kommentariyada duo qilganlar, qo'llab-quvvatlaganlar, "Voy do'stlar, birodarlar, mana bunday yaxshi ishlar bo'lyapti" deb videoda ulashganlar ham inshaalloh qiyomat kuni ajrini olasiz. Tayyor turing. Bu Alloh uchun qilingan vaqf, Allohning mulki. Biz xodim, vaqf xizmatchisi biz. Alloh taoloning farzini bajaradigan xizmatkor biz, qul biz. Hammamiz. Shunday ekan, qiyomat kuni bemalol baralla aytamizki, "Ya Robbi, men seni yo'lingda xizmat qilganman" deb bemalol baralla ayta olamiz. Shuning uchun ham mana faxriy vaqf qutilariga solyapmizki, Alloh taoloning shiorini ulug'lagan holatda. Magazinlarga hattoki kirganimizda, xurmo xarid kirganimizda do'stlarimiz 100 ta xonadonga salfetka qo'shib berishdi. Bu kichkina narsa deyishingiz mumkin, lekin bu yerda himmati bor. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar-ku, bir dona xurmo bilan bo'lsa ham o'zlaringni do'zaxdan ozod qiladi. Bu 15 talik ekan. Keyin mana gugurt mahsulotini ham oldik. Gugurt nimani hal qilardi deyishingiz mumkin. Lekin bu yerda bitta narsa bor. Mana shu gugurtni bir dona cho'pida yoqib turib, qozoningiz tayini o'tini yoqsangiz ham, uning ichiga masala solib pishirasizmi? Shu ovqatingiz mana shu gugurtni bir dona cho'pi bilan pishdimi, demak, mana shu gugurtni ehson qilgan odam ham ajrini oladi. Ana shu ovqatni qilgan savobini oladi. Bu Alloh taoloning kalkulyatori. Zo'r gap kelib qoldi. Alloh taoloning kalkulyatori dunyo tarozisida qabas, boshqacha hisoblanadi. Bandani aqli olmaydi. Bu gugurt bu dunyo hayotida o't yoqadi, lekin qiyomatda o'tini o'chiradi. Sababi bu yetimga qilindi, miskinga qilindi, ehtiyojmand oilalarga qilindi. Niyati bilan bitta amal har xil talqin qilinishi mumkin. Qarang, gugurt dunyoda o't yoqadi, lekin oxiratda o'tini o'chiradi. Bu aqlga sig'maydi, lekin bu Alloh taoloning ishi. Do'stlar, salomat bo'lasizlar. Ehson qilganlar, videomizni qo'llab-quvvatlaganlar, Telegram kanalimiz Biz birgamiz, Vaqf xayriya jamoat fondining huzuridagi Biz birgamiz volontyorlik guruhi bo'lib faoliyat olib boramiz ijtimoiy tarmoqlarda. Instagram, Telegramlarda ham Biz birgamiz nomi ostida faoliyat yuritamiz. Ko'rib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab, yaxshi ishlarni do'stlarga ulashib tursalaring ham shu savobli ishlarga sherik bo'lasizlar inshaalloh. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Fama ya'mal misqola zarratin khayra yarah" degan. Misqol zarracha yaxshilik qilgan odam albatta qiyomat kuni ajrini oladi deydilar. Misqol zarra qanday bo'lishi mumkin desa, quyoshda uchib ketayotgan changni bir donasini misqoli zarradir ekan. Uni quyosh bo'lmasa, nur tushmasa ko'rinmaydi haligi zarra. Qarang, mana shuncha yaxshilik qilgan bo'lsangiz, inshaalloh ajrini olasiz. Bu like bosish, kommentariy yozish, ehson qilish qanday katta ajrlarligini mana shundan misol qilib olsalaring bo'ladi. Keyin do'stlar, men doim ehson videolar chiqarganimda aytamanki, "Voy do'stlar, qarzdorlar bo'lsa, befarzandlar bo'lsa, mushkuli borlar, sinovga uchraganlar bo'lsa, mana shu yaxshi ishga sherik bo'linglar." Chunki payg'ambarimiz alayhissalomning biz ummatlarimizmi hadislari bor. Kim bir birodarini mushkulini oson qilishlik uchun bir qadam bossa, Alloh taolo o'sha bandasini mushkullarini o'zi oson qilib qo'yadi, o'zi bitirib qo'yadi, garchi u kirishmasa ham. Shunday ekan, mushkullaring bo'lsa, mana shunday yaxshi ishlarga qo'shilgan holatda
mushkullaringni oson qilib olinglar, bitirib olinglar. G'am anduhlaringdan xoli bo'lib olinglar. Zeroki shu birodarimizni xonadoni. Bular Ramazonda nima ekan? Uyimni qanday istay ekan? Farzandlarim otasiz katta bo'lyapti. Bular ham otasi bor farzandlar kabi yaxshi narsa yeyishga haqli, bularga bir narsa olib berishim kerak deb o'tirgan onalarimiz bor. Opa-singillarimiz bor, beva qolgan ayollar bor. Shularning uyiga mana shu narsalar kirib bo'lsa, bular qancha xursand bo'ladi. Alloh taolo sizga bu xursandchilikni kattasini evaz qilib beradi. Do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. YouTube tarmog'imizda, barcha ijtimoiy tarmoqlarimizda biz birgamiz hamda o'zimizning faoliyatimiz bor. Xolmatov rasmiy kanallariga ulanib, kuzatib tursalaring xursand bo'lamiz. Hammalaringga tashakkur.